Vaxtida atlarımız bek oruk, yol intayın əgir toqay dikerler bek çık. Səpirimiz bek uzun. Şundaq bolsumu biz bu karvanla bu səpərini toxtatmayımız. Endi Gollandiya Uyghur cemiyeti olsun, Gollandiya Mağrib cemiyeti, Avrupa Şarkı Türkistan Mağrib cemiyeti olsun. Bula hemmisi şu halkımızdınki bunun din şu Gollandiyaya kelgen cemaatimizdinki çiçilip ketmeslik üçün, dini itikadımızdinki depsende olup ketmeslik üçün, milli kimligimizden yokap ketmesligimiz üçün, hem muşlarını aldın septe vatanımızı azat kılıdığan, hem özünü şu sergandarçılıktan bülümdürmeydiğen bir haletini keldiriş üçün bu teşkilatçılar muş teşkilatını şekillendirdi. Ve bu bulanınki özünün özlüğünden çıkıp, halkının aldın sepki çıkıp ben bunu kıpırmen demek ona yapamaz. Özünü aşına tallap açıkış, özünü tonuşunun özü mü bir mesele hem de. Şuna bulağa biz burundan tatıp yukarı talep koymadık. Çünkü biz dünya Uygur kultuyu özümüz gibi şu yukarı talepini koyamavatımız. Atla bek uruk yani yukarıda ettim. Sefer bek uzun, yol əgir tokay. Hem de muşu Xitay'nın kuşlanıp ketivatkan, men kuşlanıp kettim dep dünyaga vakıravatkan, dünyanın iktisadi cihetten muşunda çangallap kopuravatkan, endi her bir devlette yaşavatkan, özünün rakibi dep qarıgan Uygur halkını, sen oylanla, Uygurlarının kançılık, kahramanlıklığını, batırlığını, Uygurlarının ki dünya yer şarıdaki, bulup mu Xitay'nın közüdeki küçünün ne kadar güçlük ikenligini, aşı gökürevatkan, bütün dünya gökürevatkan Xitay, Uygur disi titrep, iştangı sivitudu. Ben mındak set yapını kıp koydum, mındak yapını kıpısam buldu ayal kişi oğan iken. Hazır şunda bulavatıdı. Xitay özü Uygur söretlik zaten bütün bedellerine aşınak bir tikelle ünüp gitti. Demek Uygur'daki bir hakikat, Uygur'un her devlette turuvatkan Uygur'un bir yadırolup kuş ikenligini Xitay tunup gitti. Bırak bizden Uygurlarımız özünü tunup gitmedi. Biz en aşınak kuş. Biz özümüzde benim ümidim Gollandiya yaşavatkan, barlık hemiyede yaşavatkan Uygurlar özümüzde tonup yetişimiz gerek. Bu tonup yetilgan narsa kanda olganda meydanga keldi oduga vaqtida biz birlik kelganda meydanga keldi. Teşkilatçılık bo'lgan vaqtida, teşkilatçılıkka bo'ysunganda, intizomga bo'ysunganda, bir-birimizga hurmat qilganda meydanga keldi. Biz her qandaq yaxshi ishlarni qilayli deb planlayli, yana bir nimani deyli, bir quruq gap bo'lib qoladi hammasi. Biz mush intizom bo'lmasa. Demak, bugünkü bir kısım adamların kelişi, bir kısım adamların kelmesligi mana shu tashkilotchilik. Shu men Gollandiya xalqida mushu Avrupa Şarkı Türkistan Mağrib cemiyetinin hazır ep bağlan faaliyetlerinin akıda mükemmel turuşu, Gollandiya Uygur uyuşmasının hem akıda turuşu, Gollandiya Uygur uyuşmasının Avrupa Şarkı Türkistan Mağrib cemiyetinin her kandak faaliyetlerine özünün etrafındaki adamlarını elip kelip katlaşıp birlikte müzakirelerini ep verişini, ittifak buluşunu, işkilik çıkamaslığı ben ümit kılmam. Bu benim ümidim. Çünkü bu küçük ümit benim devatka ümidim. Muşu küçük ümit emelge aşka vaxtıda onundikin çoğun ümitlerini emelge aşı oldu. Aval biz ittifaklaşka vaxtımızda, aval biz birlik hikayge vaxtımızda onunkin biz nemi kılıdıqanlığımızda emelge aşıralayımız. Biz planını tüzüp koyup özümüz çiçilip kessek o bizim nemi kılmak çoğuğa işimiz emelge aşamaydı. Mesela iktisadi cihetten veyran bulumuz, adem cihetten veyran bulumuz, birbirimizden inavatımızdan düşürümüz. Şunun için hem çetellikler bizni köz kılmaydı. Onun için benim Gollandiyadaki barlık teşkilatlarının ümidim, mişerini ittifaklaştırış, hem özümüzden dini itikadımızını, hem tilimizni, endikin mektepler devamlılık etiliş gerek. Benim yani bir çoğun ümidim Uygur ana tilini yok atması gerek. Xitay ana tilimizni yoktimiz degenken ana til ilipbelleri bilen hem dini ders ötüş gerek, hem ana til ilipbelleri bilen ana til ders ötüş gerek. Benim yani bir ümidim muş ottağalların içinde Uygur tarihini bildiğallar kançılık. Sizler Şarkı Türkistan zaten neçkitim devlet kurgan, biz kandak millet olgan, bizim Türkiye tarihimiz kandak. Bildiğallardan kançılık var. Ornunlardan kopunlar. Bildiğalların 5% yapır. Ya 2 adam bile ya 3 adam bildiğanda. Yani okuyan ya 5 adam bildiğanda. Biz nurgun yaşlarımız Xitay'ın tarihini öğrengen. Xitay çıkargan tarihini öğrenip vatanda açtı okuşku erişemey kalgan. Biz şuna çoğun adamlarga, çoğunlama arif dep. Hem dindin ters ötülü, hem özümüzün tarihinden ters ötülü.
hem tilimizden ders tutuldu. Her bir Uygur özünün kimligini, qaysi dinge itiqat qildiganligini, biz İslam'a kirginin qancha ming yil bo'lganligini, qanchalik yil bo'lganligini, burun nima dinlarga kirganligimizni her bir Uygur bilish kerak. Özünün tarixini bilgan vaqtida haqda jon bo'ladi. Biz mundaq adam ekanmizda. Ashuni qaraydi, mening ümidim mush tashkilotda mushlarning hammasini cho'qim amalga oshiradi. Amalga oshirishning birinchi bosqichini bular bosdi. Besip buna sizlar hozir. Endi bularlam amalga oshiramdi deganda, yo'q. Jamoat bularni qo'llaganda, mushunda chaqirganda, bolalarni chaqirganda, ota-onalar bolalarni avatish kerak. Xalqni chaqirganda, xalq kelish kerak. Ayollarni chaqirganda, ayollar kelish kerak. Toplashib kelib qolgan vaqtida endi tashkilotchilar o'zining ishini amalga oshira oladi. Endi bular kuchlansa, bizning ishimiz amalga oshadi. Shuning uchun men Gollandiya jamoatidan birinchi ittifoq bo'lib bir-biridan qochmasligini, qo'rqmasligini, Uyg'urdan qo'rqmasligini, bir-birini yetaklashini. Ash vatandikidek Sharq Turkistonda qanda turayotgan bo'lsa, Gollandiya ichiga Sharq Turkiston bölüğünü kurup çıkışını ümit kılıman. Mesela Türkler qaranglar, Türklerin bölüğü var mı yok mu? Acayip bir özgü muhit yaratkan. Muşundaq muhitni yaratışını ümit kılıman. Vatanni azat kılış meselesiga kelgan vaqtida, aşı muhitni yaratkanda, muşundaq ittifaqlashgan vaqtida, endin vatanni azat kılış basqışını biz bilan ular o'ylaydilar. Agar buni amalga oshirmasa, o'ylayolmaydi. Endi mening 4-chi maqsadim iqtisodiy jihatdan taraqqiy qilish kerak. Avval hammaylar o'zi qanday qilib tijoratlarni qiladi. Bundaq davomli bir xil ishda muzokara emas, shundaq tijorat qilganlarning hammasi yig'ib akilib, qanday qilib bir-biriga tijorat qilishni o'rgatish kerak. Ushaq tijorat qilishni o'rgatish kerak, cho'ng tijorat qilishni o'rgatish kerak. 200 dollardan pul toplab, pay yig'ib biror tijoratni tutish kerak. Mushlarning hammasi pul topadigan yo'llarni qilib, bir-biringlarni ticaret cihatın, iqtisadi cihatın taraq qildigan yetaklaşinglar kerak. Bu haqda men yetişemayman. Yetişsem ticaret pul topadigan o'zimni hammaga ko'rib dars o'tab berdim. Unda qilay desam, Uyg'ur lider yo'q bo'lib qolsa turyapman. Rahmat. Nayt yaxshi bir javob berdingiz. Rahmat. Demişim anlayma hazır tashkilot shuna yaxshi rol o'ynab, jamoat qilmasa qutilib urushni tayyor qilib, chiqadigan askarlar yo'qdek bo'ladi. Shunda qo'p qoladi. Mening ümidim shu, nurg'un yoshlarning umidi shu, tashkilot shu rolni shuna yaxshi o'ynab bersa, jamoat bilan yaqin bo'lib, bizning to'qma yaxshi rol boshlab atmoqda. Yana bir savol so'zimni qo'ydim. Tijoratni deb o'tdingiz. Men Gollandiya tijoratchi, lekin %90% tijoratchilar Xitoy bilan birga qiladi. Ya'ni Xitoyning tijorat qilsa, Uyg'urlar birga qiladi. Müşahede iltica tilab, Xitoy terroristlar tilab turib, ya'ni müşahede Xitoylar bilan birga tijorat qilib, qilishsiz qana ko'rsiz. Men uni xato deb qaramayman. Uyg'urlarni terrorist deb tillayotgan Cumhur Xalq Cumhuriyeti deb atavagan Xitoy hokimiyati, shu hokimiyatdan bizni terrorist deb atayapti. Hozir Xitoy xalqini tutqun qilyapti Xitoy. Beijingning o'zida taraf-tarafga kameralarni bekitib ko'chada ketib baq. Masalan, Falun Gong degan Xitoy. Uni tutqun qilyapti hozir. Ularni nurg'un o'ltiryapti. Men unda qaramayman. Tijorat deganda Uyg'urlar o'zining qalbini saqlab qilib, Uyg'urlar men fatvo chiqaramayman dindan. Lekin siyosatdan men bu so'zni bermayman. Kechirsiz, men fatvo chiqarganim emas. Men shuni aytmanki, tijoratda iqtisod topa oladigan yo'li bo'lsa, Loylu'nun deydi. Loylu'nun etini suğa pulunu al deydi. Qandaq millet buluştun qat'i nazar, sen özünün kalbini pak tutup, yolunu pak tutup, özünün vatanga bo'lgan itiqadını pak tutup, qandaq tijorat qilib pul topsang bo'ladi. Men bununla aşındaq hüküm berman. Özüm Xitoy bilan bu vatandan chiqqandan keyin tijorat qilib baxmadim. Hem tijorat qilish o'yinmi yo'q. Lekin mening bichora xalqim iloji yo'q. Birisi til bilmeydi o. İkincisi, muşu ticaretin, muş chet eldeki yolunu aşılarının kıvatkan yolu bile öğrengenler var. Ruslarının akıdın menip öğreniyatkanlar var. Bular bilen birlik kıvatkanlar var. Ve başka chet ellikler bilen kıvatkanlar var. Şuna bulara artık talep koysak, halkını kaçırıp koyuyoruz. Bular biraz iqtisadi cihetin özünü tenkşigeç, on cihetin özünü yetildirvasın. Tek bularda o an yetilmedi. Eğer biz o anı yetildirgen bolsak, mening oxirgi gapimni men videoda og'zimda chiqargim yo'q. Bir odamlar bilan bir yerda o'tirmagan bo'lardik. Tijorat qilishmayaq turib tursin.
Lekin biz o anı yetildirish uchun bizga uzun vaqtlar ketadi. Shunga men sizga buning qarta hozircha beshingiz qatmasin. Xalq o'zligidan tunib yetadigan vaqtlar bo'ladi bola. Juma? Rahmat. Siz musharriflik sizning nurg'un bugun olay. Masalan, kalan nurg'un o'tmagan yil bo'lsa. Unda desem ketibli qolmam. Ya. Demakchi o'g'lim, masalan, nurg'un oshxonalarga kirdim men. Nurg'un oshxonalarga kirib, Uyg'ur oshxonalariga kirdim. Shu yerda ularning oshxonalarda etib tamoqlarni yeyotgan odamlarni ko'rdim. Endi oshxonani ochdi. Qanday qilish kerak? Shuning uchun xalqqa Xitoyning siqqini azot qilib biz siqmayli, kengroq huquq berish kerak. Masalan, menga bir necha Uyg'urlar deb keldi. Voyrob yapa, palonchi shpionkan. Qanday shpionkan? Desam, ismini bilan 8-10 odamni keldi. Xitoy bilan kunda telefonda berib so'zlashirkandi. Ha dedim. Qanday so'zlashirkan desam, dedim. Men ularni chaqirib keldim, ko'rishdim. Yig'lab ketdi ular. Nim bo'ldi desam, bizning tuqqanlarni, opamni, birsi deydi, opamni qo'yib turib, yenida menga dedi. Har kuni menda qildi dedi. Dadamni qo'yib, singlimni qo'yib, xotinimni qo'yib dedi. Qanday qildi? Xitoy osh qadar bo'ldi. Shuning uchun biz oshi fojialarni, o'shlarni biz shpion demaymiz. Ular obal ulayotganlar. İlacısız qilayotganlar. Lekin ular qanday qilish kerak? Qo'rqishning ichidan chiqib ketish kerak. Mush tashkilotlarning atrofida turib, darhol inkos qilish kerak. O'zi turayotgan davlat tashkilotiga inkos qilish kerak. Shu davlatning bexatarlik idorasiga inkos qilish kerak. Shu davlatning bexatarlik idorasi o'zining fuqarosiga o'zi ega. Xitoyning mushu davlatda turayotgan Uyg'ur grajdanlarining besim ishlatganlariga mushu davlatga Xitoy davlatining qonun haqorati. Tacavüz oldu o. Bu devlet onun qattiq narazılıq bildirdi. Hem özünün pırasını kutuldurdu, hem o Xitayning adını berdi. Şunun için qo'rqishning hojati yo'q. Aslında siz aşkar qanda ayadlik tuqununuz mu sizden saqlanib qoldi. Şu hamda Xitoy bilan savdo qilish masalasiga kelgan vaqt, uni bir xalq emasmi? Uning eskisi mi, yaxshisi mi? Rahmat, Allah razı olsun. Paraquat mı olsa? Paraquat. Başka Allah'ın sualı olsa mutlu ona. Çünkü ben özüm Xitaycı okuyan, Minko Xatmisi. Xitaycını normallarda yaş bilmeden diyelim, korkmayın. Ben kılay deyim pul diyen tatıktansa, lekin bu vicdanım çıdımaydı ki. Doğru. Ben onu bazenlerde diyor, bu pul olsa ya umudu deydi, lekin hakikaten neşil oylap baktım, ben Xitay bilmem. Soğuk kılma, özlemeyen saklap kılmayan... Ben sizge bunda bir gap qilay. Mush gapingizni kesib etdim. Kelgusida eng boy bo'lib ketadigan siz bo'lasiz. İnşallah, inşallah. Ben siz mushtan deydim. Çünkü ben... Qilni ilg'iga olgan sodga 40 mingga yetadi. Qilni ilg'iga olgan sodga. Siz qilni ilg'iga olayotgansiz, siz millionlar olib ketasiz. Ama saklattırayım. Rahmet sizge, Bay oluşunu saqlab turib. Boy bo'lishni emas, pokizlikni saqlasa, adolatni saqlasa, ash odam qalbida adolat, pokizlik va sodiga yomon tez boy bo'ladi. Bayliqga shu. Xalq hurmatlaydi. Sizning sodiganlar hurmatlaydi. O'zingizning vijdoningiz bilan man siz Xudo o'zidir. Sizning rizqingizni Xudo berdi bola. Tigiriniz gelsin. Pul hem de ya çoğunlar aşağı küçük vaktinin şarayet yaxşı hem de öyünki. Aşağı kıgaş kıma yani Nurgan tügen najar balı yok diyor aşağı. Nurgun ballar pulda ben kırışıp ketken balı başıyor. Rast yaptıysak ondan diyelim ben kırışıp ketken balı. O ağızda vatenge pul lazım başlaydı ticaretini iken unutup gitti ki. Görüntümüz onu o çöylep durup değişti oynuyor. Nurgun ballar ağzı kalsa Xitaydan ticaret kalır. Vatenge pul lazım o bu da. Bugün aş vatan pul lazım diyenler bana akeppasim bu keşke. Hayran kaldı ben şu aşağı hayran kaldı demişti yoktu. Bizden başında kıldı durat kapı. Yani siz akepsiz kılın üstü tuğan siz akepsiz. Şu aşağı oylayayım çünkü yani bu Xitaylar bilan birga ticaret qilish yaxshi. Bir yeni bir davlat kelgan ki başlashqa bo'ldi deb ishlash bo'ldi deb o'ylayman. Çünkü bu biz vatanimiz mustaqil bo'lgandan keyin Sharq Turkiston mustaqil bo'lganda biz bir nihoyat erkin bir davlat quramiz-ku. Qurgan vaqtida masalan biz Xitoy bizni qirgandak biz Xitoylarni qirib etmaymiz. Xitoylarning chiqib ketgani, chiroyli chiqib ketadi, qilib qolgani yana biz puhra qatorida barobarlik berib yashaymiz. Qanday millat yashasa biz barobarlik beramiz. Biz ashundaq kan qo'saq millat.
Biz devlet kurganda aşağı kurumuz ay sakarma. Aldı bilen biz kuraylı. Biz başkalardek diktatör bulmayız. Nahayet tinçlikperver halk, biz ezelden tinçlikperver halk. Biz özümüzün vatanımızda yaşayan puhralığa obal kılmayız. İnşallah. Allah razı Ümit olsun. özümüz sizden azat oldu inşallah. Oy azat uludu. Azat muşu Xitayning qo'qqini, muşu Xitayning qo'qqini azat bo'ladiganninki bizga signal. Siz agar siz azat bo'ladigan bir millat bo'lmagan bo'lsangiz Xitoy uxlab chatig'im bo'lmaydi siz bilan. Kech kunduz 24 soat Xitoy biz bilan qoldi hozir. Tushundingizmi? Xitoy emas dunyoni qo'zg'ayapti bizga. Mo'sh Uyg'ur degan mundaq dedi. Shuning o'zi bizning azat bo'lganligimiz, vatanimizni azat qila oladiganligimiz. Endi hozirgi chuvalchaqliklar bor, nurg'un yetersizliklar bor. Cho'ng bir planlarni ochib sizlar ochqanmidik. Buning da nurg'un sabablar bor. Xudoyim bursa hammasi to'liqlandi. Vatanda nurg'un odamlar chiqyotidi. Saplarimiz to'liqlanyotidi. Kichik bolami cho'ngilib 18 yosh kirib balog'atga yetadi emasmi? Da'vati endi balog'atga yetkilyotidi. Balog'atga tek yetmadi. Gözlem yetip olan azat. Ben özümün hizmetini tayak bulunca mı azat olmazsa? İnşallah. Kayız hizmeti mi? Man qaysi xizmatni bersiz azat olsa? Ya. Sizin manga ben. Ben şu tenterebiyedekini kolga. Qaysinglar bexatarlik, davlat bexatarlik bilisizlar. Bexatarlik ya. Onun şu biraz devletten tilini bildiğin. Manga şaştı. Ya da özüm geldi ya. Vatan azat bulap kessem içimi ki divanı bulap kessem aşırı. Benim balam hem chiroyingizdan iymon yig'ib turdi ekan, nur yig'ib turibdi. Ay o'zingizning qalbi vatan uchun bek pakama xo'sh oldum. Siz mush bütün gollarni yerdiki hamma Uyg'ur bo'lib ko'rindingiz ko'zimga. Bo'ldi, mushundaq gaplarni qiling. Adam xo'sh yoqadigan gap shu. Vatan azatlan bo'lib qolsa, Sizga o'xshash nurg'un cho'ng ilqi liderimiz shu YouTube'da to'liq ta'sirli gap qilishda meni o'yg'otdingiz. Mana meningmi mushundaq bo'lib qilishim Zunun Qodir, Oblikim Mahsum Damollam qog'liqda shu o'qitgan. O'tkir apandim, Turg'un ikam, Tiyipchin ikam shu bizning koni peshqadamlarninki bizga menga bo'lgan xuddi bugun sizga ta'sir qilgandek bo'lgan ta'sir bilan men bugun sizlarga inqilob yo'q etishdim. Shunda bir qurdim, bir qur o'ginib mangdigan gap. Ben bunu çeten okuvuştum özüm. Güzel sözler kaldım. Okuvuştum. O kişi ürümçi vakadan kinler özgürlük etti. Ha mana. Şu vaxtdan ki eşlik ettimde bunun benimki tövbe. Herkes refugee olmayı dedi ki yakın işletken. Bak vaqtinglarni elvatdi. Endi o'zinglar chiqib so'zlaydigan bo'lsangiz. bugungi programmani asoslariga. Ya, shunda bo'lsin endi. Mana pastda bir adimiz bor gapdi. Sualni. Fetten özür poçtan işlerken. Poçlar yaxşılaşmaz harakat. Aqirindishimizningki so'zdan men ta'sirlandim. Deydiki vatan ozod bo'ldiganlar sho'p qolsa vatanning divoni so'p ketsami mayli dedi. Demak vatanning ozod bo'lishi qanchalik tashnoligimiz o'sha yerdan ko'rinib turadi. O divan bolsa erkin bir xil divan olmamızda. Ishimda qo'rqmaydigan divon bo'ldi. Onun da nazırlığı. Laqsimni deydi. Laqsim. Milyonlar bo'lgan. Menga bir savolim bor. Xo'sh. O'qigan divan bo'lsa u rohat Hadi sizlarga chet el chiqiladi 10 necha yil bo'lgan bo'lsa, 5-6 yil yashadim. 15-16 yildan burun sizlarda shu Xitoyning hukumatniki asos qatlamdagi yashadi to'g'a demandik. Buniki ichki nimasini billar. Ana vatanimizdagi hozirgi Xitoyning tutmagan bu siyosatda hozir tariximizda ko'rmagan kunni ko'ryapmiz hozir. Ya'ni bu shaklda kessa benim shaxsiy taxminim bo'lish Uyg'urlarni bütün tugatyapmiz deb ma'no hozir. Bütün tugatyapmiz shu quritib hozir. Hozir deydim 45 yosh kirguncha orliqdagi yoshlar o'g'il bo'lsin, qiz bo'lsin kursga ekibdi. Kursni eshib qolganlarni hozir ishlamagan, masalan uyda o'ltirganlarni Xitoyga yuritibdi, yezildi. Yani demek hazır hiç kanda bir Uygur kamı den yap hazır. Yani maaş şekilde kesse bu pat yakında bu tügeymez hem de. Yani bunu demek çoğunu
bularning zaten sizningki bu to'g'risida sizning tushunchili qanday bir tushuncha bor buningda. Ya'ni bu Xitoy zodi bu uzundan biri bir plan tuzib kelganmi shunday bir kunni keltirishga yoki bu kunda bizningki ojizligimizdan buni shunday qilyotsak hozir shunday fursat keldi deb qilyotganmi yoki xalqaro vaziyatiningki hozir bularga naq kelmaganlik uchun bundan foydalanib fursatni ketkazmaslik uchun bular yo'q ketyapti. Yani bu nima uchun turiblar bu shakl bu qadar o'zgarib ketadi yana. Bu Xitoyning bu strategiyasi Wang Jing kelgan vaqtidan tortib Sharq Turkistonni besib olgandan tortib Wang Jing kelgan birinchi qirg'inchilik. Buni biz Avstraliyada yo'ldoshim Silg'achi Ro'zi bilan borganda Anchantongdan qochib chiqqan bir odam shu qitim 250 ming Uyg'urni Wang Jingning qirg'anligini biz tek 60 ming 70 ming deb olgan bizning anglagimizda. Shu Anchantongdan qochib chiqqan Xitoy 250 ming Uyg'urni Wang Jingning qanday qirib etganligini shu 50-yildan tortib 54-yilgacha bo'lgan qirg'inchilikni so'zlab berdi bizga. Demak bu Xitoyninki yolg'iz Xitoyning emas bu. Xitoyning atrofidagi yani ma'lum davlatlar bilan birga Xitoyninki burundan tortib tuzgan strategiyasi bu Uyg'urni asta-asta yo'qotish. Bo'libmi 92-si 92-yili mushuni oshkora e'lon qilgan. Mamlakatlik Rinda Changvining doim komiteti yig'inida Xitoy hukumati buni e'lon qilmay bir taklif qatorida mush hozirgi bo'layotgan voqealarni Uyg'urlarni shunday qilish kerak deb bir shu doim komiteti a'zosi o'ttirg'a bir harbiy boshliq o'ttirg'a qo'ygan. Dal mush hozirgi siyosatni. Hatto Uyg'urlarning qizlari, o'g'illariga faqat ish bermay, turmuqlam akirish. Har bir idoriy jamiyatda Uyg'urlardan 1% qilish. Vaqti kelganda 1% xizmat bermaslik. Bularni shu to'van qatlamga ashulaq tushirish va ishkirga tarqaqlashtirish. Uning ulug'larni turmuqqa tashlash deb shu vaqtda Xitoy tili so'zlash, Uyg'ur tili so'zlash degan bir taklifni bu asli ko'rinishga taklif bo'lsa-mu, osh narsani yurt o'tirib chiqqan. Hali markaziy hukumatning qarori yoki siyosiy degan vaqt o'tirib ochqanmaydi ular. 92-yillar qismi ochiqmay turib, ma'ni birisining taklifi deb o'tirib qo'ygan. Biz shuni shu vaqtida men bir nusxasini Mamtibin Hazratga chiqardim, Dolqun Yasinga chiqardim. Habiba deganning Yasin Xudovadining o'g'li Dolqun Yasin deydigan bir shoir vaqti shularga mushundan bir nusxa men chiqarib bergan. Demak 92-yili buni rasmiy Xitoy e'lon qildi desak bo'ldi ikki jihatdan. Xitoy asta-asta buni amalga oshirdi. Xitoyning besib olgan kundan tortib hozirgacha Uyg'urlarni yo'q qilish maqsadi u bir qitimni to'xtab qolgani yo'q, chunki bu zaminning boyligini o'zdirdilar. Biroq endi uni noytiliqi bu qitim tezlashtiradi. Shu buni qilyotdi. Burunmi qilgan buni? Masalan, hozir burunmi qilgan nemish bundaq qilgan, hozir qilgan. Mesela 57-yili 60 ming odamni shoyaga olib o'ldirdi. Birlik qitimda ichilib sarashda tutqun qilib shoyaga olib ularning 2% hayot qaytmadi hammasini o'ldiribdi. Bundaq ish davomli bo'lib kelgan, ma'u oshkorlangan, eng uchiqlashgan, dunyoga Uyg'ur masalasi anglangan bir paytda, hammamiz bir-birimizni biladigan bir paytda bu o'tirib chiqdi. Ayollarni kirmoqchi ketdi, erlar. Kirsin, hech nima bo'lmaydi, oqib o'tiraversin. Erlarga qarab kelsa deydi. Bu so'zsam past olmaydi. Kirsin, oyoq. Sapyaqlab keling, sapyaq. Ayollar kelindi. Shu hozir hamda bu Mana bunda qo'ysa qashaki chiroqsi bo'lsin. endi Xitoyning maqsadi Uyg'urlarni butunlay tug'itish. Lekin buning bilan Uyg'urlar men tugab ketadiganiga ishonmayman. O'zlari bilalar shu chet eldagi Uyg'urlar biz 2 million Uyg'ur var chet elda hozir. O'rta Osiyoda bular 2 milliondan jiq Uyg'ur var chet elda. Vatanimizning o'zida mush Xitoycha o'qishga akirgan, beshini jug'an, turmuga akirganlar Uyg'urlar uyg'unadi. Uyg'urlar yo'qolmaydi, uyg'unadi. Uyg'urlar uxlab ketdi-ku, qarindashim. Uyg'urlar mush hozirmi tek uyquda. Abduxoliq Uyg'urning yozgan she'rini anglasa, "Uyg'on ey Uyg'ur, sana vaqt yo'q" deydi. Shu vaqtdan tortib hozirgacha bizning cho'nglarimiz, "Voy yo'q, bular bizga bir kun yaxshi siyosat yurdi. Bir kun anda siyosat yurdi" deb ashna ishinib, uxlab qolganligimiz uchun biz mush kunga qoldik. Endi hozir Xitoyning bu shiddat bilan qilgan ishi bizga bir tarafdan bizning nurg'un qarindoshlarimizning bizni o'rvatgan bilan bir tarafdan butun xalqni uyg'otdi, Afg'on balamni uyg'otganda.
Hammamiz o'yg'andi. Qandoq qilish to'g'riliq, hammamiz qandoq taqobil turish to'g'riliq tadbir olamiz endi. Bizni buni tadbirga chaqirdi. Xitoy hukumatı bizning xalqimizni undaq tugatmaydi. Shu sho'shiban deb apiribdi Xitoychi dedim. Bu kursi deb apiribdi. Xitoychi hukutidigan apiribdi. Zolimning zulmiga berib, qaytib kelib, zolimni so'ygan bir insonni men tarixda anglab bakmagan. Shu zulmni har bir Uyg'ur ko'rsin. Burun her bir Uyg'ur ko'may, yerimi kirib, görimi ko'may Xitoyning rost aytdi. Hozir endi Xitoyning rost emas ekanligini, shu Xitoyning to'g'ri deganlarning hammasi tan ko'rdi. Xitoyni tunudi. Bunun o'zi bizning xalqimiz uchun nihoyat zo'r to'hfa keldi. Xitoyning bizga qilgan zo'ravonligi xalqimizni o'yg'atdi, xalqimizni birlashtirdi, xalqimizni yangi planlarni ochib, nihoyat tez harakatga chaqirdi. Ham bu xalqimizning mushu zaminning, mushu Sharqiy Turkistonning, mushu xalqning zamini ekanligini dunyoga oshkorladi. Ham bu xalqni yo'qotmasam, bu zamindan ayrilib qolaman degan bir sirni dunyoga pash qildi. Shuning uchun hozir Amerikaningki Kongressning Xitoy komiteti nihoyat cho'ng bir report e'lon qildi. Shundaqcha Uyg'urlar masalasi sizlar davatqandimi ortiq. Demak, Amerikaningki Kongressi report e'lon qilib Uyg'urlarning masalasini bir report chiqadi degan gap, bir doklad chiqadi degan chaqchaq qildigan gap emas. Demak, davlatlar o'zi bu millatning bir kuchli dunyoda kerak keladigan, ham Xitoy qo'qiyotgan, Xitoyni titirtayotgan Osiyada mush o'rinning egisi ekanligini dunyo o'zi hamda asta-asta deyishga boshladi. Shuning men buningki cho'qim nihoyat tez holda xalqimiz hammamiz birlikda buning tadbirini olamiz deb o'ylayman. Endi men yetarlik bu javob berolmadim bunga. Birisi vaqt e'tibori bilan, ikkinchisi men bu hisob to'playotgan vaqtim bo'lg'achqa bir o'zimda bir tayyorligim yo'q. Men sizlar bilan shunday bir suhbat asosida so'zlashyapman. Jumalloh. Hozir yaqinda Xitoylarniki Go'nggu deydigan bir odam chiqdi, Nurg'un. Go'nggu. Muhim materiallarni yo'lab chiqaruvchi Uyg'urlarning ishi borki, mush odamningki ta'siri qancha bo'lar, bizga qancha foiz bo'lar? Siz qana qaraysiz bu? Bu odam Uyg'urlar masalasida nihoyat jiq masalalarni biladi, sirlarni biladi. Yaqinda men bu odam bilan ko'rishish uchun odam qo'ydim. Men o'zim oldirab iqtisodiy masala tufayli sirtga chiqib ketdim. Meshadan qaytib beriblar, bir amal qilib ko'rishni qo'lga keltirmay. Men bu Uyg'urlar masalasi to'g'riliq bu odam nurg'un narsalarni anmoqchi. Bu odam yaqinda so'zlagan so'zida 500 Uyg'urningki tirik ko'milayotganligini oldiga surdi. Bu odamning davatgan so'zlari yolg'on emas. Bu mush 2 kunning oldidami, 5-6 kunning oldidami bu muxbirlar klubida bayonot berdi. Shu bayonotda bizning Ömer Qanat savol qo'yib ekan, Uyg'urlarning hozirgi vaziyati dunyoning davatqinidan, sizlarning davatqininglardan nechasi ig'ir, mening qo'limda bu to'g'riliq nurg'un material bor. Men Amerika hukumatiga topshiraman debdi. Biz buningdan nurg'un materialni qo'lga tushiramiz. Shu orqali biz bu odamning Uyg'urlarning masalasini pash qilishda cho'ng roli bor deb qarayman. Başka suallarına bak qarindoshlar bo'lsa, so'rasanlar. Ayollar, qizlar, qanday ahvolinglar? Yaxshimi, yaxshi turdingmi? Yaxshi. Xatingizlarni topshirib oldim. Mahsumni deysizlar, qachonmi shu pasporti yo'q turayotgan siyosiy panohlik tilagan Mahsumningki ishlarini men bilaman. Uni o efendimning ishiga Amerikada mingyapmiz, Birlashgan Davlatlar Tashkilotida mingyapmiz. Biroz vaqt ketdi. Endi bu Ma'arif jamiyati, Yevropa, Sharqiy Turkiston Ma'arif jamiyatimi o'zlari biroz iqtisod to'plab yagim avatibdi. Turkiyada qarindoshlarimiz iqtisod to'plab avatibdi. Biz o kishiga qarab turmaymiz, yordam qilib turamiz, uni qutuldirib akilimiz u yerkilarni. Biroz vaqt ketdi endi. Bulupmu shu Taylanddagi bolalarni unutib qolmay endi bir harakatga o'tanglar dunyo bo'yicha. 63 bola ekan, buni tashlab etmaydi. Hammamiz ashuni bir tutaylik qo'limizga. Bunu chiqarish bir yo'llari yo'q. Shuning mevatimiz ham. Shu qachonliq o'li qolmasinda, sunaklari mushta chiqiblar, mushta qilib bo'lib qoldi deydi. Ular kichkin dori puli, bir odam mang'izadigan odam bo'lsa, mang'izinglar. Ama ayada Ajnur degan qiz billi bor edi, bir advokat qonun bildigan qiz. Bardigan odam bo'lsa, billi yo'lga selinglar. Bo'lmasa, shu qiz orqali avatinglar Turkiyadan bir odam bilan billa. Endi ashlarni bir 3 oyda bir qitim yo'qlab turaylik-da. Ama shu bicharalar ashar yeydi. Dağılıp ketip. Bundan daha az bir sırttan qabul qilgan bir davlat. Türkiye onu mu de? Hem de şu Birleşken Devletler Teşkilatı bilen, Amerika bilen, Avrupa Birliği bilen sözleşiyoruz hazır. Üçü bilen sözleşiyoruz. Biraz vakit ketdi onunla.
Şunu Xitayga chiqarib etmesini uchun hozir shu yo'lni menyapmiz. Xo'sh, savol bormi? Misalım batı. Xo'sh. Mesela Hindistan'dan Yugoslavya'da burunta dostluk genesi yok mu? Olar böyle düşman. Mesela tola aldık. Hindistan'da Moçada bir grup vakende maksus şu Xitay'ın kolaşık erişken komünistler katma insan aşağı uç vakit durdu ki. Benim oyduğum şunda olgan diken Hindistan arkalı Xitay'a karşı malum derecede bir paydaş imkanıydı. Bağımı yaptı. Men bek bir hoşulduğum halkımız bek oygakçı. Bizden bek sezgür halk. Beni keçi yetip burada pilallap oturdu. Biz pilallagan narsa bular aş uyda oturup kemigen bilen aşında pilallaydı karşılar. Demek bizning halkımız bek oygak. Halkımız Allah kaçan cengi tayya bizning halkımız. Allah kaçan vatanni azat qilishga tayyor. Allah kaçan siyosatlarga tayyor Uyg'ur xalqi. Bir ittifoqlashsaqlam cho'ng masala yo'q. Uning bo'lib ketadi. Xitoy orlig'imizni buzib ketib bordi. Endi o Hindiston masalasiga kelsak, Hindiston Uyg'urlarni qo'llaydi. Tibetni qo'llaydi. Nurg'un davlatlar Uyg'urlarni qo'llaydi. Meningcha Hindiston hukumati o'tgandalik ikki chegara to'qinish qildi emasmi? To'qinishdan bular yandi. O'zininki siyosiy manfaati bilanmi, siyosiy manfaatidan sirtmi Uyg'urlarga bo'lgan bir muhabbati ko'z qarashi bor. Bizning masalamizda biz ularni o'ylashdi, bizni o'ylashma. Men bunga kengaytib javob bergim yo'q. Hindistonninki axborot o'rni bek yomon. Uningdan keyin Hindistondagilar nayt ehtiyot bilan ish qiladi. Shunga bu sizlar o'ylagan ishlarimiz bo'layotgan ishlar. Uyumlu Kemal. Başqa savoling bor? Yana Do'st so'rovnoma Xitoyninki bo'lmasa. masalan sirtdagi demokratchilar deb hamda ularki bizning Uyg'urlarchilar bunda asqa til masalasida kelgan vaqtda til boshda bilmaganligi uchun Xitoycha jiq ko'rganlar ekan. Ularga Xitoy xuddi aytilan ichidan pashinib ketgandek ashunda hissiyotga turvatga Uyg'urlar jiqamiz ichimizcha. Biz meni yo'lishim oniki. Men masalan shaxsan Xitoy bilmaganligimni bilmayman uni. Ama ba'zan anlat hamda xuddi ashunda o'tirgan aytoqda ichidan ben biz boshqa axborotni qargan vaqtida unda bir narsa yo'q. U zaten yiqilganda emas bu. Ularninki ashunda propaganda qilib ko'ksitishi buni bir insonlar qanday masx qo'yishmi yoki emili ashuna Xitoyning sirtdagi Xitoy kommunistlariga qarshi bir qo'shin bor. Hatto biz urush qilamiz deyotganlar bor. Shangang masalan. Shangangda Xitoylar hozir mustaqil bo'lamiz deydigan Shangangninki mustaqilchilari bor. Bular qish bilan Xitoy kommunistlariga qarshi Xitoy bilan yashashni xohlamaydi. U Xitoy bo'lsa. Mesela Şanghay'da bir kısımları var. Şularning Xitoy kommunistlariga qarshi qechib chiqqanlar bor. U Xitoyning hozirgi ishidagi parixo'rlik, chirib ketgan shaxsiyatchilik, bir-birini bir-bir tutib yeyotgan bu hozir bizning vatanni shunday qilyotdi, bular qo'q ichiga kirib ketgandan keyin shunday qilyotdi. O'zining enisi qarindoshlaridan tatib tutyotdi bular hozir turmuga tashlayotdi. Shunda o'g'ashqa bir qism oldirab ketadigan taqazzo bir siyosatchilar bor. Ular ashulaqi nayt jiddiyleştirip vaziyetni jiddiyleştirip muhokama qilib Xitoyning ash bulayotgan vaziyatidan qarasaz rost at o'rlib ketayotgandek ishlar bor ichida. Haftiga qolmay o'rlib ketadigandak ishlar bor. Uni yezib tahlil qilsa bir qism odamlar ashlar tahlil qiladi. Cho'qim 4 kun qoldi bugun yiqildi deb. Yana bir qismlari deydi bu endi yana o'zini saqlab qoldi. Masalan mening yo'lishimning gapini desak, at degandili chiqdi buni 5 kunga qolmayli yiqilib ketadi deydi. Ash Xitoycha materiallarni ko'radi tushunlar. Mayada mayavaptı deydi. Lekin malum ak ko'rinishida yana bir yana bular chiqamaydi. Chunki ashunda bir taqozolik bilan yezib chiqadiganlar ularning aldash maqsadi yo'q. Shundaq bir yiqilib ketsa ekan degan umid bilan insonlarni shunga yetaklaydi ular. Shu. Lekin yiqilib ketadigan rost, nayt az qolganlik rost. Chunki Xitoy butun dunyoga tahdid bo'ldi hozir. Dengiz meselesini bilirler. Çavşan meselesini bilirler. Onundan sırt özünün halkı kılıvatkan tacavuzçılıkını bilirler. Bizden halkımızdan sırt özünün kandak vatkını bilirler. Onundan Amerika'ya kanda tehdit kıvatıdı. Hindistan'a kanda tehdit kıvatıdı. Japon'a kanda tehdit kıvatıdı. Avrupa'ya iktisadi cihetten ahlak kıvat Avrupa bilmeyi demez biliyordu.
endi dunyoning gelini iqtisodiy jihatdan men bo'g'dim. Afrikani vayron qilyapti hozir. Men bo'g'dim dunyoning gelini deyapti. Dunyoni Xitoy o'yg'atdi. O'zining vahshiyligi va o'zining tajovuzchiligi, o'zining niyatining qorniyatligini Jungo Kommunistlik partiyasi dunyoga o'zi ko'rsatdi. Shuning uchun dunyo hozir xuddi Uyg'urlar o'yg'ongandek o'yg'onyapti. Haqiqatan nayt oz qolganligi rost. Men bu shunday deb qo'yayım. Şunayet yaxşı bir fırsat ders Uygur'un. Benim öz şahsi göz karşım. Xitaylarning aşına konsertlarning öğrenimiz edemekti. Uygur teşkilatı bulamdı, cama halk bulamdı. Taze ilgili taze guppançı bulduğun vaktimiz. Ya biz hazır çok Xitay demokratları, Xitay'nınki müstakilçileri, Tayvan demokratları, Tayvan'ın müstakilçileri, Tibet, Mongol, Uygur, onun dinkin Şangay müstakilçileri, demek Falun Gong deydigan birisi var. Yani muşular hem de özümüzün davasından sırt dünyavi ortak bir teşkilat kuruluvatınız çok. Dünyavi bir ortak teşkilat kurup, mavi özümüzün davayımızı özümüz bilen ketidi. Yani bir grup ortaklaşıp Xitay hakimiyetini yıkıtış grubunu kuruş. Bunun da sen millet, men millet. Biz hemimiz özümüzün nimemizde kalımız. Müstakilçilerimiz müstakil. Lakin o grup fakat Xitay'ını yıkıtıdığan grup. Bu mu yakında emelge aşırı, Allah'ım dursa. Uygurlarını mı? Uygur'da casus yok. Ya Uygurlarda fakatlı casus yok. Ne sizge şunda aytay? Uygurlarning enken Xitay men bayı yuqorida o'tib ketdim. Sayfiddin Aziz 50 yil Xitay uchun ishlagan adam. Mao Zedongning davridan tortib Sharq Turkiston ozod bo'lgan bayroq yiqilib Xitoyninki Qo'rchoq avtonomiyasining raisi bo'lgan adam. Xitoy Burhan Shahidi Sayfiddin Aziz deganlar. Uni islamiy tarixda deyishinglar kichik bilasizlar bilmaysizlar. Mana shu odamlarni Xitoy hozir kitoblarini ko'ydiryapti. Aşını xalqning ichida bir qismlari naytda qattiq ayıplagan ularni. Demak, aşının yazgan kitaplarida, haqiqatni aşının Xitoy uchun ishlab turib, o'zining Uyg'ur ekanligini namoyon qilib bu dunyodan ketgan aşılar. Demak, kitapning ichida bir sirlar bor. Bu muslimish ko'ydiradi. Shunga Xitoyning ichida jasus yo'q. Hammasi Xitoyning ichidagi aşı Uyg'urlar mecburlangan, ayadiki tuqallarda qiyngan. Bu yerda bizning pashuldigan nimbajinim bolam. Paşulduğun hemen nesi aşkara. Lakin bizden paş olmaydıgan nesimizni, hatta benim balam yolduşum, yenimdeki Ömer Kanat, Dolkun, ya ki sizler, hiç kasınlar okumaydıganını. Paş olmaydıgan nesini, bu sizler humanlığa Uygurlar emez, özümüzün işidikilerini okumaydıgan nesler var. Çünkü paş olmaydıgan nesler, zaten paş olmaydı. Paş olduğun nesler, hem adamga aşkara. Radyoga aşkara, hem yere çıkıp sözlevatımız, onu apırıp, bir şey resimli takipçisi şunu veriyordu. O bir hem de aşılarını kıynaş için Xitay komünistlerinin Uygurlarını kıynaş için, Uygurlarını özü bağlaş için tukallarını ayar tutuyorlar, o balık var. Ulanım herkes işpiyon demenler bir. Şuların jürküdü mü vatan azat bozken, Xudayım aşk Xitay'ın korkutuşundan kutulsakken, tukallarımız kutulsakken değil. Şunun için ulanım kutuldurup geliş gerek. Enkenttin, Gun'ancıydı işlevatkallarını apırıp öldürüp ötüptü. Uygur ballarını urvatka vaxtıda titrep kaptıken birisi apırıp urup öldürüp ötüptü. Birisi ki darı verip öldürüp ötüptü, yıkında. En uçarmen, çaparmen, xintır dep özüge at koygan, Uygurlarını tutuduğunda uçarmen boğan birisi en ahırda aşı. En ahırkı baskışı kelgende özünün qarindaşlarının aşında depsendi qandı içedi yamay titrep ketip, men boldu işlemeymen depti ki şu yerde darı verip öldürüp ötüptü. Demek Uygur'da işpiyon yok. Uygur bir gün. Hem de şundak milyonun içinde bir işki münafıklar çıkıdı. Münafıklar çıkıdı. Şuna mı efendim? Şu münafıklarını tarih özü bir taraf kıldı. O çetelgi çıkanlar bu pukralarının içinde hemiz biçare bular. Mişkasının birbirinin zadi işpiyon deyip güman kılmanlar şunu. Mening muşu sizlarga tavsiyalarim. Xitoyning maqsadi uningga bu ishonmasin, buningga u ishonmasin, uni bu ishpiyon desin, buni bu ishpiyon deb mushqa bundan urushib yursin deb chiqargan gap mavjud bolam. Bir gap bor, guman iymonni qochirdi.
Şunçular kim oldu? İşte bu. Maşallah. Doğru geldi maşallah. Roman imanı kaçtı. Siz bəzəndə Xitayla məni yürüdürün, suikastlar, məsələn, yeməkləri belə ya başqa səbəblə arpa suikast qılan və təzərəfi qalamısınız. Ben birinci Allah'a özümün canımını tapşırgan, özümünü tapşırgan. Eğer benim rızkım tükügen olsa, şundak bir iş kuşkağıma deyme. Özümün de çekimini pullanıştı koyup koygan bilen yaman imanım kuşluk kıram. Xudadım özge beni hiç kandak adam bir taraf kılamaydı. Ligingizga ayran qilamiz-ku bizdan deb salamiz. Rahmet. Ben onda kuş kuvvetmi, bağdı yok, bağız bugün hemen bunu devetme ya. Bunu devetmeyin. Ben şunda Fukra tilim bilen, yapılak Uygur tili bilen, siyasi mındak sizip kondurduğun, yasaygan, alımla sözleydiğin sözler sözlemey, sizler bile yapılak tilim bilen sözleyevatmen cuma halkım. Anda ayak çıkıp seviyesi yok deyip tılap yazıdı, o yapıyı verirler. Sizler bile müştak yapılışını yaxşı görürüz. Ben dikhallarının arasında cık jürgen çok. Alık deslep, Sodiga oğa vaxtıda çerçençilik kılgan çok. Xotendin, Keriyedin tatip, Aksu'nun aş Bozdun, aş Uşturpan, Kelpün, o dünyanın, aş Şarkı Türkistan'ın men bağmıgan taklimakan kırgakları men çerçençilik kılgan vaxtlarımda. Bunun 40 yıl, neçe yıl burun vakı o. Hiç kandak ya, men dikhallarını, menin halkımın samimiligini acayip ügenge ayal. Şuna benim halkımın işidin yaman adam izdigim kelmeydi. Yaman adam izdigim kelmeydi. Özüm bırak uruş kalktım. Tez divitim evezden geplerini. Ayallarının başına sual koyduğunu rahmet. Benimki mi? Yana onun yanına. Çünkü bazenler hazır 500'den artık adam bizni izledi de hesapta. Kelip çıkıp dünyanın her kayı şeylerden hatta Küriyelik Uygur'unu bildiğin Küriyelikli varken onu xat yazgıltıdı. Küriye'ye kilan dep sizin teklif kılıp oturdu. Her kası vallahi taşadı. Biyede. Ben karanlığa yanı bir nersindey. Ben üzem bir Hotelin Küriye emez ma. Ben üzem bir addi ayal. Uygurlarda ayal kahramanlar yamancıkka çıkan. Mayım Han, Amannisa, İhbar Hanım, Rezvan, Nazgum, 7 kızlarım Üçtürpan'daki, Xoten'deki kiyimler kanda tikilgen Keriye'nin qo'rg'isini elip jangi chiqqan qizlar. Demek bizning tarixda ayol qahramonlarni tasavvur qildi. Bizning erlerimiz, yigitlarimiz ayollarga shunchalik erkinlik bergan bir millat. Biz bir bek ilg'or, bek tinchlik, bek suyumlik bir millat Uyg'ur. Ajoyib tarix, ajoyib an'anaga ega. Shunda bo'lg'ashqa, shu vujudimizda bor narsa meni tarbiyalab bugun sizlarning oldinglarga akab qo'ydi. Endi o'zimning qo'limda kelishchi bu xalqaro ishni qilishib beryapman. Hem sizlar bilan do'st bo'lib o'taman, ona bo'lib o'taman, hem lider bo'laman, hem jangchi bo'laman, hem pul yig'adigan buxgalter bo'laman. Başka sualınız olsa, sorsanız olur olmasa. Net meydanlık sorumlu. Bekçik bu sorulara cevap verip olmaydı. Olsun şu Qilishimiz savol. Endi abiyani hozir Turkiya masalasi bir ig'ir masala bo'ladi. Turkiya qarindoshlarimizning kallasi necha günlab ketib bordi hozir. Nechta Amerika, Uyum, Kanadaga, Yevropaga chiqitimiz deb xiyol qilib qoldi. Xotirjam yashash sal tas bo'ldi. Xitoy bilan imzo atgandan keyin bütün Uyg'urlarning ko'nglida bir jurkin bir tatilardi. Onun siz qanday qaraysiz? Yana bir masala hamda bizning butun Qozog'istondan qasillam Turkiyada bizning qarindoshlarimiz oldi 30-40 mingdek qarindoshlarimiz bor. Sizni shu yerga nima uchun viz bermaydi Turkiya hukumati? Nima uchun shu yerga bir berib shu qarindoshlar bo'lib bir ko'rishib bir nima qilish fursati yo'q. Shuni bir tushunish. Endi bizningki Qozog'istondan qalsa Özbekistan'da mı bizden milyon yakın kardeşlerimiz var. Özbek de bir akşamda pasportunu Özbek çıkarıp Stalin kırga vakti var. Otur Asya'da bizden kardeşlerimiz 2 milyon önce kardeşlerimiz var.
Türkiye'de mi naytıcık 1800 yılının aldığı çıkan kardeşlerimiz var. Hazırgıçı ben sanını bilmeymem. Menimçe hemen bazılar milyon davatkallar var. Bazılar 35 bin, 40 bin davatkallar var. Bazılar 200 bin, 300 bin davatkallar var. Kancılık bolup ketişten katiye nazar bir gün sanı çıkdı. Bütün Türkiye'deki Türklerimiz Uygur. Ben şuların hemisi Uygur dep qarayman. Şarkı Türkistan'dakilerin hemisi Türk. O'rta Asiyadakilerin hemisi şu. Biz özümüzün zimini Türkiye. Türkiye bizning vatanimiz, bizning vatan ularning vatani. Biroq hokimiyat siyoset degan boshqa bo'ladi ekan. Endi bizga aytijik yordam qildi, akeldi. Biroq yetarli emas. Yetarli emas. Men ishini men Turkiya hukumati ming Xitoy bilan yaxshi munosabat qilgan bo'lsa-mu, bizni setib etmaydi. Setib etibmi, Türk xalqidan qutulolmaydi. Biz hokimiyat siyosatchilardan garchi shundoq cho'chigan bo'lsak-mu, vaqtlik ba'zan hodisalar bo'layotgan bo'lsa-mu, biz texi Türk xalqini yo'qotib qo'yganimiz yo'q. Bizning oqimizda Türk xalqi bor. Birinchi yaratgan Alloh andan qolsa Türk xalqi turibdi. Bizning bundan setib ketishimizga yo'l qo'ymaydi. Ma'lum darajada Uyg'urlarga ziyonkashlik uchirdi Uyg'urlarmış. Arlıqdamış 2 yil ichida ayak verip ölüp ketkenler var, yama ayak verip oturdu ölüp ketkenler var. Türkiye hükümetinin sükutu durup bunun bilen bilmez ki sağa yerler var. Biz bilmeyimiz emez, hemini biliriz. Biz siyasetçiler Türkiye'deki her bir Uygur'un nimbavatkanlığını biliriz. Her bir Uygur'un nimbavatkanlığına biz sual koyalımız. Koyduğuna vakti kegeni koyumuz. Bırak biz işinimizge hazır hakimiyet bulanın hemisini tekşiler. Bizning xalqimizga eng yaxshi sharoit berdi. Ras 2 milyondan ortiq arab qarindoshlarımizga pasport berdi. Hamma narsalar. Uyg'urlarga birlik qitimda akagan ekan, hamma Uyg'urga pasport berib o'tish kerak. Chunki Uyg'ur Turkiya Uyg'urning zimini. U yerda iqomat bilan 1 yillik, 2 yillik deb turmaslik kerak. Ularga bütün pasportni berib, ularning davolanishini, mak g'arbdimi qilyotdi Uyg'urlarga. Uy beryotdi sizlarga, davolash puli beryotdi. Hatta qo'sqinlarni baqadigan pulni beryapti. Turkiyaning mu bir 30-40 ming Uyg'urga unchalik qilganga chip qolmaydi. Biz buni so'zishimiz, ham so'zishyapmiz. Biz oxiri shundoq bo'ldiganlikka ishonamiz. Endi Turkiya hukumati uningdan boshqa Uyg'urlarning masalasini hal qilishdan boshqa Uyg'urlarning siyosiy vaziyatiga mu arilish kerak. Vatanning ishida bizga Amerikadan qolsa Turkiyaga chiqish kerak. Turkiya vatandan qolsa Amerikadan qolsa Turkiya bizning vatanimiz degan ekanmiz. U bizda qondoshlik bo'lgan ekan. Turkiya hukumatı bizningki turmida yetayotgan, tutilayotgan odamlarimizga igi chiqib, o'zi Sharq Turkistonning adami sifatida, "Hey, nima qilyapsan mani?" deyish huquqi bor. Ha qancha Xitoy bilan do'stlik qilsimi, Xitoy bilan do'stlikni amalga oshirish uchun Uyg'urning bundaq azob oqibat tatmaslikni shart qilish kerak Turkiya hukumatı. Bu Turkiya hukumatining hech qutulanmaydigan eng ajallik vijdoniy majburiyati bu. Buni qilmay Turkiya hukumati hech qutulanmaydi. Agar buni qilmaydi ekan, Turkiya hukumati ham Turkiyadagi siyosatchilar tarixga javob beradi. Ham buning javobgarligidan qutulish o'ng'ay emas Turk xalqining oldida. Shunga men hozirgi siyosatchilarning o'zining balkim bir o'ylayotgani va cho'qim Uyg'urlarning hammasiga pasportni berdi, Uyg'urlarni yaxshi o'rlashtirdi, ham bizning vatanda turibdi yetayotganlarning ishiga aralashdi deb men mush umid bilan turibman. Mushdaq bo'lishni umid qilaman. Agar bundaq bo'lmay, ish murakkablashib ketsa, biz bu yerda qarab turmaymiz. Endi mening pasport vermaydi masalan. Mening pasportim. Men o'zimmi Turkiya hukumati kiraydim dedim. Endi Xitoy hukumati bilan ular Turkiyaning nurg'un boshag'irqi bor. Xitoy hukumati bilan munosabat qilyotdi. Birisi bexatarlik masalasini o'yladim. Ikkinchisi endi Turkiyaning mu agar qisinchisi bo'lsa, biraz zaman kelgan vaqt kelganda men o'zim mushlar bir ishlab qaysi hukumatga, mayli Italiyaga boray. Mayli mana Gollandiya, men kelib bo'lguncha Gollandiya tashqi ishlar ministriga Robiya Qodirni qabul qilmanglar, gap kelib bo'pti. Ha? Mayli Shvetsiyaga boray. Men kelishdim burun shu hukumatning tashqi ishlar ministriga Xitoydan Robiya Qodir chegarangdan kirdi. Robiya Qodir bilan ko'rishmadi, adam keldi elchixonadan. Har qanday yak ashni keldi. Buni men radiolar xabar qilmayman. Lekin mushu ish hamma dunyoning hamma yerida bo'layotgan ish bo'lg'ashqa Turkiyaning boshag'irqi chiqib bo'lgandan keyin men o'zim yolg'iz Turkiya emas meni bilan. Men dunyoning hamma yeriga bora olaman. Faqat qarindoshlarimning davlatiga bora olmayman. Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston, bu mening qarindoshlarimning, Ozarbayjon, Turkmaniston, bu mening qarindoshlarimning o'lkalari, mening o'lkalarim bu. Men shu yerlarning hech qaysiga bora olmayman.
Demek ulanın özgü güçlük kısıntısı boğaşka men ulanı mecburlamayman. Turanlardan qo'rqayotgan da deyman. Turunchilardan. Endi vaqt to'shib qolay dedimi? Xo'sh, endi siz so'zni boslar, men tatib olsam bu bugun huquqinglarni ilib oldim, o kerak yomon chataq. Shu. Endi yana qanday savolinglar vaqtini? Hozir 500-dan bordingizmi hozir? Ya bu kirib chiqayotgan hozir 80 odam izladi-da. Kirib chiqayotgan odamlar 1000 yetdi. Ama Bu xuddi majlis açmay nimishga choshlarni oldiga sepib qo'yib, mundishib ketganda. Abi men dedim-ku, o'zimninki başlışı sizning ashla gaplar va qolgan boshqa cho'ng aklarimizniki, liderlarimizniki gaplar men qalam o'zgarib qoldi. Haqiqatni tundim. Shuning hozir adam bor jiq deb deydi, shu Uyg'urlarni hozir uxlatgan Uyg'urlarga yana bir qisqacha uyg'otish bir şekilde bir gap. Yani uxlayotgan qarindoshlarimiz Uyg'unudir. Ular endi baq qo'qib ketdi. Tarixda bizning xalqimizning beshiga haqiqatan insonning, millatning beshiga kelmagan ish keldi. Provin davridagi ish keldi. Gitler davridagi ish keldi qarab. Uning nima ish ketdi Xitoyning? Shunda bo'lgandan keyin bu Uyg'ur xalqiga tuyuqsiz bo'g'ashqa baq qo'qib ketdi. Bizning xalqimiz biroz vaqt nima qilgandan keyin silkinib uyg'ondi. Dedim-ku, hammalar o'tirg'i chiqib bütün dünyaya ortaklaşıp biz. Mişadaki Gollandiya hükümeti parlamentini oygutub, aşının aldığı yetip. Aş elçixanın aldı. Her bir devlet birdek hareket edip bütün dünyanın çekirtidgan bolsak birden de koyup ötedi. Xitay hazırlı jayga düştü. Biz şunu qilmay, mükemmelsiri Xitay aldığı iştirip durmadı. Biz akımızga çekinsek o düşman degan şu. Her qandaq vaqtida siz bir balı bilan mushishib beqing. Siz unda qo'rqib aqlingiz chekinsiniz, bushni ataverdi sizga aqarib. Ve go'yda bizni asınız to'xtab turadi deb o'ylab qo'ychi, yana bizni atsız uning quloq tuyiga. Ammo shundaq gap. Bu xuddi ishga odamning urushida gap. Shuning uchun bu da biz maydonni o'zimiz qo'yib o'tib boramiz. Shunga bizning xalqimiz cho'qim hamma yerda o'yg'inib, davomli o zerikmay namoyishlarni ep chiqib, tashviqotlarni taqitib, o'ztirayotgan idoralarga deb turayotgan parlamentga deb kishilik huquqda har bir davlatdagi tashkilotlarning harakat mezoni bo'lishi kerak buni. Mushuni alaydi siyosiy jihatdan tashkil. Yolg'iz dunyo Uyg'ur qultidagi 6 odam qildigan da'vo emas bu. Bu butun dunyodagi tashkilotlar qilgan da'vo bu. Butun dunyodagi tashkilotlarning vazifasi bola o'qitishlam yoki boshqa nimani o'rgatishlam emas. Da'voni birga etmoq kerak. Shu vaqtda dunyo Uyg'ur qultimi boshqa tashkilotlarni texnik kuchaydi. Buni ham sizlarni yetaklash masalasida bizda jiq ojizliklar bo'ldi. Buningda bizda bir mas'uliyat bor. Xudoyim bursa bu qitim qurultaydan keyin, lekin oliy rahbarlik o'rni, men oliy rahbarlik o'rnini ayrilib chiqman qurultaydan, oliy rahbarlik o'rni qurilgandan keyin men o'zimning vakillarini qo'yib, hamma dunyo bo'yicha yig'ilib, har bir davlatning qanday faoliyatlarni olib berishgani, hamma tashkilotlar bilan muzokaralashib, bularni plan, strategiya, tartib qilib, akirib qilamiz bu ishlarni. Asta buludu bu işlerdi. Endi yana qandaq gaplar bor, tugagan bo'lsa pulni jiqqashtirayman. hozir ko'proq bir savol tushdi. Shu Turkiyaning masalasini qarindoshlar dedi. Biroz ching ekanligini, ular Uyg'urlar biroz endishaga tushib qolganligini, uningdagi Yevropa bilan Amerika, Kanadaga ko'chish masalasining qanday Endi mening qarshi emasman. Yevropa, Amerikaga ko'chayotgan qarindoshlarimiz qanchalik kelalsa shunchalik yordam qilib bularni qilishga tirishimiz. Çünkü Türkiye'de hazır Uygurlarının ahvalının qiyin ekanligini, hatta siyasi teşkilatlarımızın ahvalının qiyin ekanligini bilip turibmiz biz. Xudoga shukr, g'arb dunyosida nima qilaman desak, hareketimizning quvvatimiz. Shunga biz Türkiye'deki qarindoshlarımızning bir-biri bilan ittifoqlashib, hamkorlashib, hukumatga o'zining ahvollarini ashadagi vakil xarakterlik, ashada Sitim Turk va Ma'arif jamiyatida hidoyatlar bor. Ashlar orqali hukumatga hamma gapni yetkazib, Andikin Abdülkadir yapacağım meselesi, Kudüs'ün ismi İbrahim Karacim meselesini oturuğa koyup, halkın hareketki kelip, hükümetini izlep, davamlılık siyasi yollarını izlep duruş gerek. Şunun da mesele hal olmağa vaxtıda biz mi bu işinin arasıga kirimiz, onundan hatırlayacağım bulunla. Türk hükümetinin özünün bir planı var. Uygurlarga nispeten ular hiç kaçan katı kolluk kılmaydı. Hem de eğer sıkınçınlar bolsa, bunun nispeten endiş kılmanglar, endiş kılacak iş yok. G'arb taraflarga yo'tkilib chiqaman desanglar, chiqalisanlar biz qarshi olamiz. G'arbga kiralisanlar oladi bular. Lekin uya bu yerlarda tutilib Xitoyga chiqib ketadigan ishlar bo'lmasin. Yaqinda bir balamiz
Mışı Şveysariyada bireylerinin bir balısı tas kaldı. Xitay ketip kaldı. Dünya gurkultideki şu Munix'teki balla akı hemmiyagi minib jürüp unpo minib jürüp men bu 3 kişi uxlamadım. Qoq ketip 24 yaşlıq balı ekan chiqib ketadigan o'xshaydi. Axir bularni qutuldirib qolgan o'xshaydi. Serbiyaga evatvatdim o balani, bir yerga evatvatdi. Shunga Turkiyadagi qarindoshlarimiz hozir siqintisi bo'lsa, hamda sabr qilinglar. Qanday bo'lmasin, vatandagi qarindoshlarga o'zinglarni selishtiringlar. Vatanda o'ltiryapti, turmida yetyapti, qiynayapti. Sizlar qanday bo'lmasin bir demokratiya davlatida turyapsizlar. Endi Turkiya hukumati asta-asta o'zining siyosatini tanshaydi. Başka suallar olsa oturup taşlanlar. Tugagan bo'lsa, hozirgi Amerika hukumatininki Xitoy bilan bo'lgan munosabati qanday? Amerika hukumatining azaldan Xitoy bilan bo'lgan munosabati diplomatiya jihatdan ehtiyot bilan muomala qilish, do'stlikni saqlab qilish, imkon bor tinch holda masalani hal qilish bir siyosati bor Amerikaniki. Endi Xitoy hukumati bilan talash tortish qilayotgan masalalar bor. Men buni hammadan bir demesam Chavshan masalasini bilasizlar, dengiz masalasini bilasizlar, nurg'un narsalar. Hozir hatto harbiy Xitoy hukumati Amerikaga qarta bir harbiy holatda tayyorliklarni qilganini bilasizlar. Amerika bu jamiyatidigan bir davlat emas. O'zining hamma jihatdan pishiq tayyorligi bor. Lekin imkon bor Amerikaning maqsadi Xitoy bilan tinchlik bilan yaxshi do'st bo'lib turib, masalani yaxshilikcha hal qilish. Agar unimisa Amerikani bo'sh turadigan davlat emas. Bu shunchalik javob beraman. Ishirvasam Amerika ayaga vaqal qulug'imni topdim. Müşkemde doğrusu bir sorun var. Mesela kendim çıktım da Xitayların özünün kararlarından mutlusu. Mesela kendi vanlıcının vakası çıktı, o bu nasıl vakasın var o. Enteresan hazırlıktan mısın? Ya Aliye Fotkanço, Govunkuy. Konuşanın kulda acayip Xitay hükümde acayip zarifede materyaller var. Mesela vanlıcının kilime nurgun akbaratların verdiği Amerika hükümdeydi. Şu akbaratlardan Amerika hükümeti bazı işler paras kıldı. Çünkü hükümetine kadar aslında kıldı. İgədir də, bugün Amerika'da anlaşıldıqda mən şəxsi göz qaşım Amerika'nın Cumhuriyet herkes başlıqısı yok. Malmançılık çıkarılması yok. Üzüm demokratik esasda özgürtüğümüz diyen planı var da öyle mi ərzəmində? Bundan bulan aşağı nəsə bada öyle mi nəmdi? Aşağı bolsam şu taraf işletmemde o ya ki olmasa mesela sırkada öyle Amerika hemen işletiyor. Amerika Cumhuriyet'in içinde bulavatkan her nersidin meyli goğungu başqatıdı. Başqıqandı sırt hemini biliyordu. Hem de Amerika'nın siyaseti mi boş yemez karşılar. Şuna Amerika hem de Cumhuriyet adamlar çıkıvaşka, Xitay halk çıkıvaşka. İmkan var, tinçlik bilen Cumhuriyet'inki vaziyetini özgertiş için tırışıvadı. Dünyanın hali. Yani tinçlik bilen özgertiş, oncular bir cık adam var, onun üstüge dünyalıkı, iğir kurallar, hemisi işlep çıktı mı? Bunda kurallar bilen sokağa şop kes bulmaydı dünyada. Adam kalmaydı. Yer şarı mı kalmaydı? Şunu dünya mı? Şunun din ihtiyat kuvvetıdı. Şunun için Xitay bilen yaxşı bir taraf kılışta tırışçalık gösterdi. Unumay kapkasa Amerika'nın özünün tedbiri var. Hem de Amerika hemini biliyordu. Ma Goğunguy degendim başka çıkan Xitaylarının başka kallarım var. Bizning meslemimizden beş kol dek biliyordu. O deglik, diyilik, değişiklik Xitayga nahayt cık fırsatlarını beriglik Amerika. Ama şu fırsatlarga Xitay fakat unumgan vaqtida Amerika boş devlet emas, özünün tedbirini açıqdı. Endi bizning Uyg'urlar hozir dunyoning cho'ng vaziyatiga tushdi. Mening kuchim yetmay qolmasin, yana javob berdi. Shunday gap. Nayt yaxshi o'tdirdik. Yaxshi savollarni qo'ydinglar. Sen talaylikkansan bugun. Kichik bola bo'lsam kelib buni alaydi. Anglading, ota-onang salmet. Hammanglar kompyuter ishinglar oson yaxshi hal bo'lsin. Bu yerdagi ishlaringlar hal bo'lsin. Mening ishim yaxshi hal bo'lsin. Xudoyim ishxonamga ishtik berib ishga tushib, shu mahsumdek odamlardan nurg'uni men qarab turyapti hozir. Berib ularni bir qutuldirgan, boshqa ishlarni qildigan ishlarni qilay. Butun dunyodagi Uyg'urlarningki beshig'i kelgan kun ofatlar ko'tarilib ketsin. Ballardan ayrılgan analar öz balları bilen birge olsun.
Ata-anasından ayrılgan balalar ata-analары bilen birge olsun. Sergandar boğa Uygurlar hemmisi öz ailelerinde hatırcam olsun. Turmuda yetivatkanlar turmudan çıksın. Hem onundan başka barlık dünyanın hem yerinde özünün arzularını oylap vatanını sevgan halkımız vataniga qaytib berip öz vatanida bir-biri bilan quchoqlashib didar ko'rishgili nasib qilsin. Amin. Xudoyimdan shuni tilaymiz. Endi qolganlarni bizning hojimlar, qorimlar duo bilan tilsin. Men o'zimning tilaklarimni berdim. Shuning bilan birga Gollandiyadagi barliq qarindoshlarimning arzu armonlari amalga oshsin. Bütün işler oңushli bo'lsin. O'zining xalqiga, bizga yordam qilgan qarindoshlarimizning neçəhəsi boyliqlarni Alloh taolo ham ularga nasib qilsin. Ularning ichidagi qo'rqni chiqarib etsin Alloh. Shu. Rahmat. Bütün anglag'ıcı ko'rguvchilarga salom yo'llayman. Shu endi. Allah sizden razı olsun. Qarindoshlarımızın hemmisi dua qilib o'zlariga. Rahmat. Yezib degandek Allah ömürlerini uzun qilsin dedi. Rahmat. İnşallah teller selamet bo'lsin. Amin. Qarindoshlarım Allah razı olsun degan bu so'rovni. Abdurahmon sizlarni ikki tal gapib qo'ysizlar deb. Kesler. Yedim men deydig'ini deb qo'ydim. Ya. Deydig. Biz davomli babiyada. Ya babosini men Siz o'tirasiz. Dini jihatni o'ng'ilib solmangsizlar, chiqib sizlar deb qo'ysizlar, o'tiraverdim. Uchrashdik.